Ilmiy qarashlar orqali ixtiloflarning oldini olish masalasi xususida so'z ketganda, bugun musulmonlar o'z millati, ummati tarixini yaxshi o'rganishi va bu muhtasham tarixdan o'zi uchun kerakli saboqlar olib borishi lozim bo'ladi. Jumladan, bir marta sodir etilgan xatoni qayta takrorlamasligimiz kerak. Ana shunday takrorlanmasligi lozim bo'lgan ishlardan biri o'zaro ixtilof qilmaslik masalasidir. Tariximizga nazar soladigan bo'lsak, ixtilof doim katta musibatlarga sabab bo'lgan. Ushbu o'rinda mana shunday ixtiloflarga sabab bo'layotgan ikki masala xususida so'z yuritishga harakat qilamiz. U ham bo'lsa, mazhablar ixtilofga sabab bo'ladi, shunga ularni inkor qilamiz yoki bo'lmasam biror mazhab tarafdori boshqa muxolifiga qattiq zarba berish holatlari kuzatilmoqda. Aslini olganda, ilmiy qarashlar orqali bunday ixtiloflarning oldini olish yoki ularga barham berish mumkin. Agar mushtahid imomlar masalalarni tadqiq qilib, istinbot etib, tartibga solmaganlarida edi, tamomi olam zulmatda va gumrohlikda qolgan bo'lar edi. Shariatning hukmlariga birov to'la xabardor bo'la olmasdi. Chunki shariat hukmlaridan ko'pchiligi dalillarning zohiridan istinbot qilinmaydi. Demak, mazhablarni yomon deb bilish bu ihsonga noshukrlik bo'ladi. Mazhabsizlik g'oyasi asrlar davomida o'tgan minglab olimlarning qilgan mehnatlarini bekorga chiqarish bo'ladi. Asrlar davomida barcha musulmonlar amal qilib kelgan an'ana noto'g'ri, tushuncha, musulmon adashgan ekan degan xulosa kelib chiqadi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Buni tilga olishning o'zi qiyin. Ibn Hajar Asqaloniy Shofiy hazratlarining Al-Majmu'a Al-Mufahras asarlarida Hanafiy mazhabida bizning mazhabimizda uchramaydigan mustahkam asosga ega bo'lgan qoidalar bor deb u kishining iqror bo'lganliklari Alloh taolo o'z mazhabiga mustahkam bir zotning tilidan hanafiylikning go'zalligini vasf qildirib qo'ydi. Lekin uni ko'pchilik tushunmay keladi. Xullas, mazhablarning birortasi oyat va hadislar, ijmo va qiyosga muxolif emas. Har bir masalaning asli mana shu 4 narsada mujassamligida ko'rinadi. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, 4 tala mazhabni inkor qiluvchi yoki uni yomon deb biluvchilar dinni xor qilgan va inkor qilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar. Alloh ummatni biror zalolatda jamlamaydi. Boshqa bir hadisda esa musulmonlar yaxshi deb bilgan narsa Allohning huzurida ham yaxshidir deyilgan. Mazhabsizlik jamiyat hayotida ixtilof va janjallarni keltirib chiqaradi va buning natijasida turli radikal oqimlarga moyil kadrlar yetishib chiqadi. Birdamlik va barqarorlikka salbiy ta'sir etadi. Bugungi kunda mazhabsizlikning oldini olishning ma'naviy, diniy va ma'rifiy asoslariga alohida ahamiyat berish lozim bo'ladi.